14 yoshdan 21 yoshga qadar o'smirlik davri, balog'atga yetadigan davr, ayni qalqib turgan o'zgaradigan davr. 14 yoshdan 21 yoshga qadar o'smirlik davri. 21 yoshdan 28 yoshga qadar yoshlik davri deyishibdi. Bu ishlasa charchamaydigan, oyog'ini tegidan o't chaqnaydi degan davr mana shu davr. Yoshlik davri 21 dan 28 yoshga qadar. 28 yoshdan 35 yoshga qadar navqironlik davri deyishibdi. İnsonni eng navqiron davri, kuch, g'ayrat, quvvat, fahm, farosat yuksaladigan davr mana shu davr. 28 dan 35 yoshga qadar. 35 yoshdan yuqorisini komillik davri deyishibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom nega 40 yoshda payg'ambar bo'ldi? Vaholanki Rasulullohni 25 yoshda ham, 30 yoshda ham komil aqllari bordi. İnsoniyliklari mukammal edi. Lekin inson shunday bo'lsa-da 40 yoshdan keyin mukammal bo'ladi. Uni dunyo qarashi, tafakkuri, inson qancha ko'p yashagani sari undagi teran fikr ziyoda bo'lib boraveradi. 40 ga kirgan yigit olim bo'lishi mumkin, 80 ga kirgan ota u donishmand. U kitob o'qib olim bo'ldi. 80 ga kirgan ota u kishini hayot donishmand qildi. 80 yillik umrda qancha odamlarga ro'para keldi. Qancha yaxshi yomon bilan gaplashdi. Qancha baland chuqurlardan o'tdi. Hayot insonni donishmand qildi.